Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizga materiallar olib keldik. Ishlarni boshladik. Termoregulyator 400 graduslidan 2 dona. Elektrichеский tandir qilinyapti. Shuning uchun boshqarish paneli teryapmiz. Montajlarni ham boshladik. Birinchi, ikkinchi tenlarni boshqarish uchun ikkita termoregulyator qo'yganmiz. Mana kontaktorlarni qo'yib olganmiz. Chint brendiga tegishli. O'zi avtomat, generator rozetka и termostat qo'yganmiz. Sovuqlik termostati, kuler sovutish paragini o'chirish uchun mana 0 shina qo'yganmiz. Termoregulyator bilan kontaktor o'rtasiga o'ralab reles qo'yganmiz. Schneider brendiga tegishli. Termoregulyatorimiz bilan kontaktor orasiga qo'yib yuboramiz. Termoregulyator yaxshi to'g'ri ishlashi uchun. Termoregulyatorimiz 380 ham 220 ga ishlayveradi. Montajlarni boshladik. Bag'da termostatlari termoregulyatorimizni bag'da mana volt ham amper ko'rsatadigan volt ampermetrlarimiz bor. 3 ta fazaga qo'yamiz. Vodga qo'yadigan avtomatlarimiz. Materiallar olib kelib olganmiz. Boshladik. Kuzatib boraverasizlar. Bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qolgan ishlarni ham qo'yamiz, oxirini ham. Mana elektrik tandirlarimiz ham bitdi, yoqdik. Mana normalniy sho'tchillar terganmiz 380. Mana yoqdik, 25 amperdan olyapti. Ikkita fazadagisi, bir 0 fazaligi 16 amper olyapti. Shkaflarimiz ham ishlab turibdi. Kabellarcha ukladkalar qolgan. Termostatlardan berganmiz. Ishlab turibdi mana. Mana normal temperatura bo'lyapti.